Hijama kimlarga to'g'ri keladi? Kimlarga bo'lsa, taqir jasab qo'ygani yaxshi. Hijama birinchi o'rinda davleniyasi bor odamlarga, odamlar bozorsiz o'tgandan keyin qon qo'yg'ilashib ketadi. Bosh og'riq, bel og'riq, fut og'riq, bular hammasi qon aylanishini buzishdan kelib chiqadi. Shunda hijama qilsa, odamga yaxshi ta'sir qiladi. Hammaga ham hijama mumkin emas. Hijamani bilgan odamga qildirish kerak, o'qigan, odamni holatini ko'rib turib, qon tarkiblarini o'rganib turib, gemofiliya kasali bo'lgan odamlarga ko'pincha mumkin emas. Chunki u yerda qon suyuq bo'ladi, iynadami, lezvadami qonni olganda qon to'xtamay oqib ketishi mumkin. O'shaning uchun hijama qilayotgan odam o'zi yaxshi tushunib, yetib, keyin hijama qilish kerak. Hijama haqida juda ko'p joylarda o'qidim. Birinchi ustozim koreyalik vrach bo'lib hisoblanadi. Koreys ustozlardan o'qidim. Undan keyin Xitoyga bordim. Xitoyga borganimda ham Xitoyda ham xuddi shu koreys uslubida yina, ruchkalar orqali olinar ekan. Undan keyin yigitliklardan o'rgandim. Yigitliklar to'ka lezvada qon olar ekan, ular ham sertifikat berishgan. Konsultatsiyaga yozilish uchun kommentariyaga plyus qoldiring.